Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida 9 oxirida 2 qavatli uglovoy, yana ham ikkisi bor. Bir-biridan qo'shray solingan, bir-biridan ajoyib. Shuning baland solingan, adlari quyilib turibdi. 100 kvadrat, elde 15 metr ekan. Xonalar ham zal bo'lib tushgan hammashkini. Katta kolodislar chiqqan, gaz girib turibdi, отопление o'rnatilgan. 100% xudo xolasa podключ tayyorlab beramiz dedi egasi. Hozir shpaklovkadan chiqib turibdi. Bismillah deb esa video obzorimizni boshlaymiz. Kelaversin shuni katta dalon. O'ng qo'limizda katta oshxona. Kotelimiz shera o'rnatilgan, gaz yeb turibdi, aytib o'tdim. Fartuq qilingan, 100% remontdan chiqarib beramiz dedilar. Oyoq tiylarimiz pol bo'lgan. Dalamiz ham keng, bu yerda yana umumanlik uchun kartel qilingan, umumanlik mesda bor, registrlar o'rnatilgan. Bu yon tarafimizda yana lestnitsa ikkinchi qavatga ko'tariladi. Bu yonimiz sanozel. Bu yerimiz ham kichkina emas sanozeli. Zalimiz 560'a 4 tushgan, yine 4 metr, uzinasına 560. Joyimizda elde 15 metr. Bu joyimizda yan başında yana ham ikkisi bor. Ular ham sotiladi yurtdoshlar. Remontdan chiqarib beradilar. Ikkinchi qavatında 3 xona tushgan, 2 zal, 1 detskiy. Tak, bu yon tarafimizda zal, spalniy, o'ng qo'limizda 560'a 4 metrlik zal tushgan. Joyimiz baland solingan. Bir yerimiz detskiy. Bir yerimiz yana bir katta zal. Xolasanızda katta spalniy qilsanızlar ham bo'ladi. 560'a 4 metr. Bahasını 550 milyon so'mga beraman, 100% remontdan chiqarib dedi egasi. Ekrandaki nömrelere çıkarsınız yurtdoshlar. 9 oxirida 50 mektep markasında sağlam bo'linglar, ishlaringiz omadli.